Qizlar salom hammaga. Biz bugun zooparkka kelganmiz. Hozir jirafalarni ovqatini sotib olib, mana $5 ga qaranglar. Bittasi $5, 4 ta agar 4 tali olsanglar $15 ekan. O, naryoqda mana jirafalar. Hozir mana ovqatini berishyapti. Qaranglar mana yaqinroq ko'rsataman. Hozir biz ham sotib olib yedirib ko'rmoqchimiz. Bolalari suv bergisi kelyapti. Hozir sizlarga ko'rsataman. Hozir keldik, qaranglar, yaqin turimiz jirafalarga ovqat berishni boshlashyapti. Hozir mana berishyapti. Qaranglar, yeyishini. Yaqindan juda ham uzun lekin. Ana olyapti. Tili bilan olib yeyapti-da. Berasanmi? Ber ana o'g'lim. Ana ko'ryapsizlarmi? Tili bilan olib. Bera qo'y. Qo'rqyapti-da, kichkina o'g'lim mana qo'rqyapti. Mana qaranglar hozirgina. You want to do it once? Here. Alright, so last ones. Here. That's for you. Oxirgisi mana hozir yana berishadi. Yes, man. Bu yerda faqat jirafalar emas, aytgancha bu yerda zebralar ham bor ekan. Yeah. Alright, thank you very much. Thank you guys. Have a great day. Mana hozir zebralarni ham sizlarga ko'rsatib ketmoqchiman. Qaranglar. Juda ham katta, как safaridagi hozir mana bunday qilib. Yeri juda ham katta ekan. Qaranglar, mana bu yerda qancha jirafalar bor. Oy, oldimda turgan ekan bittasi. Qo'rqib ketdim o'zim. Mana qaranglar, qancha naryoqda. Juda ham ko'p jirafalar bor. Endi biz naryoqga yurib ketamiz. Thank you. Qaranglar, yaqindan. Bu yerda ham turibdi mana. Mana yana bittasi kelyapti, qaranglar. Endi boshqa joyga ketamiz. Thank you. Qaranglar, mana bu amerikanskiy kinolarda, safarilarda, mana bunaqa mashinalarda yurishadi-yu, shuni ham qo'yib qo'ygan bolalar, odamlar chiqib haydab ko'rishyapti-da. Biz aytgancha Kolumbusdagi zooparkka keldik. Ko'rgan bo'lsanglar, Gollivudskiy filmlarda shunaqa mashinalarda yurishadi-yu, haydab odamlarni olib ketishadi. Safarida bo'lgan filmlar bo'ladi-ku, safariga borilgan filmlar. Safari haqida. Yer lekin juda ham katta ekan. Bugun havo juda ham yaxshi. Odam lekin juda ham ko'p. Mana bu yerda qaranglar, to'ng'izlar. Naryoqga mashinalarni qo'yib qo'yganini qaranglar, filmlardagi qilib odamlarni qiziqtirish uchun. Вообще zo'r zooparkga gap yo'q. Tabiatiga-ku вообще gap yo'q. Sher yotibdi, rosa ko'p edi. Hozir borib kelgunimizcha o'zi qolganlar ketib qolibdi. Mana ko'ryapsizlarmi? Kinolarda anaqalar chaladi-ku.
Chalshyapti mana. Bunaqa chaladiganlari ham bor ekan. Ovozini qaranglar buni. Bolalarni qiziqtirish uchun shunaqa magazinda o'yinchoqlar qo'yib qo'yishgan. Narxlarni qaranglar. Mana bu igrushkalar mana tak $27. Mana bular $30 ekan. Qizlarni poni o'yinchog'i, mягкий igrushkalari. Mana buni qaranglar, $17 ekan. Bubble chiqaradiganlar narxlari bilan ko'rsatib ketmoqchiman. Qaranglar, $25 va $30 ekan. Mana bunisi $25 ekan. Magazincha qilib qo'yishgan. O'zimizni parklarda ham bilsanglar agar ko'p narsani qimmatroqga sotishadi. Chem bu yerdagi magazinlarga qaraganda, bu yerda ham xuddi shunaqa biznes. Hozir endi qaytyapmiz orqaga. Zoopark juda ham katta. Odam juda ham ko'p. Bu yerda mana eshiklar ham bor. Qaranglar, ikkita eshik qo'yib qo'yishibdi. Bolalar maza qilib ko'rishyapti. Long hair donkeys.